Assalomu alaykum. Hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim, yaxshimisizlar? Tani joylari sog'mi-omonmi? Mana bugun hammalaringizni Hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. Mana bugun biza barcha voditellar o'zimizning ishxonamiz mana kelib juma namozida keldik. Hammalaringizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Ana inshaalloh bu yerdan chiqamizda hozir qo'y olishga ketamiz hozir. Bitta qo'y olib, uni ham video davomida qo'yamiz. Qo'y sevib nasib etsa inshaalloh bugun bayramni chiroyli o'tkazamiz degan umiddamiz. Aziz obunachilarim, aziz musofirda yurgan aka-ukalarim, hammalaringizni Hayit bayramlar bilan, juma bayramlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana ukam, o'z qayerdansiz? Surxondaryodan voditelimiz o'zimizni Farhod. Namangandan, Andijondan Yashar ukamiz, Surxondaryodan ukamiz. Mana hamma biz voditellar yig'ilib keldik. Hammalaringizni bayramlar bilan tabriklaymiz. Katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Video davomida yana o'z qo'ylarni olib suyishdi. Hammasini qo'yamiz. Sog' salomat bo'linglar. Mana Ehsonga mana qo'ydi oldik. Ana bismillah. Rahmanir-rahim. Запись ketibdi. Mana necha kilo qilar примерно? 20 ming. 20 ming? So'yadigan-da mana. Aha, so'yiladigan. Necha kilo qilar ekan примерно? Сколько килограмм делает мясо примерно? Где-то бар. 23 килограмм будет. Не, чистый мясо. Мясо qoladi. Да? Чистый килограмм будет. Да, все хорошо. Mana akalarim, ukalarim, podpischiklarim mana voditellar bilan keldik. Они голодные. Mana bitta 20-22 kilo qiladi deyapti chistый go'shtdan. Nasib etsa buni o'zi Ehsonga aytamiz, o'zi buni so'yamiz hozir. Inshaalloh o'z so'yish jarayonini ham ko'rsamiz. Ana akamizni firmalariga keldik. Mana Viber. Keladiganlar bo'lsa, na Viber. Kelinglar mana. Adres какой? Ana brat. Вторая Алексеевка. Здорово, брат. Как дела? Валикум ассалам. Как жизнь? Вторая Алексеевка, ферма СССР. Адрес. Да, Шелковский район. Вторая Алексеевка, ферма СССР. Tushundingizlarmi adresni? Bemalol akalarim, ukalarim, kelinglar ana bugunda. Ey, na Viber. Mana Вот номер. xohlasangizlar mana bu yerda. И вот мой флаг, СССРовский флаг, видишь? Mana flaglari ham bor ekan bu yerda. Xohlasangizlar mana bu yerda ana akalarim, qassoblar suyish kerak bo'lsa mana suyib ham beryapti mana bu yerda. Mana bemalol. Mana yuringlar ham bitta o'sha qo'ydi suyishlarni ham bitta ko'raylik mana qassob akalarimiz mana. Ana bayramga mana so'yib ham berishyapti bular. O'rmaylar, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana chiroyli go'sht chiqyapti mana akalar. Bemalol agar yurakda o'tib bor, bir ehson qilamiz deyotganlar bo'lsa, bir bayramga o'tirib bir maza qilamiz deyotganlar bo'lsa, mana ana yuklayapmiz, nasib etsa inshaalloh buni suyish jarayonini ham olib boshlaymiz hali. Bemalol akalar, ukalar kelinglar mana Navi birga xohlaganlaringizni olib beradi akamiz. Nasib etsa buni suyish jarayonini ham qilamiz akalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Mana to'xtang, video syomka qilaylik. Ukamizni ham olayman. Mana bu Yashar ukamiz bu. Xo'p. Mana voditelimiz, mana Xazayn akamiz. Men telefonlarini hozir men sizlarga nima qilib qo'yaman bemalol. Murojaat qilsangizlar, adresni yanada sizlarga точно aytib beradi. Mana telefon nomer. Bemalol ana telefon qilishlaringiz mumkin ana shu telefon nomerida. Zakaz qilasizlar, xohlasangizlar so'yib beriladi, xohlasangizlar живой veska mana taroziga qo'yiladi. Bemalol xohlang so'yib olib boring, xohlang. Абдулла меня зовут. Ha? Абдулла. Abdullah akamizning ismlari, mana telefon nomerlari. Mana Navi bir qo'yiladan xohlaganlaringizni shunday tanlaysizlar, shera xohlasangizlar so'yib beriladi, xohlasangizlar nima qilinadi? Живой veska mana taroziga o'lchab olib ketasizlar akalarim, ukalarim. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha. Nasib etsa sog'liq suyish jarayonini ham qilib beramiz. Abdullah akamizga telefon qilasizlar qo'yilgan raqamga.
Mana Perrodaga keldik, mana Perrodaga. Nasib etsa mana, oho. Ana. Nasib etsa endi mana qo'yni olib keldik, hozir qo'y so'yish jarayoni boshlanadi. Mana qo'y. Qatton keldi qo'ydi. Mana qarang nima aytdi? Bormi arg'anchi-farg'anchilar? Endi bir balo qilamiz, endi hozir topamiz hozir. Bu joyda har kimga ko'rsatib Mana hozir nasib etsa qo'y so'yish jarayoni bo'ladi. Mana hamma aka-ukalarimiz mana shu yerda. Men apparatdan Mana muxtarashim. hozir 1 minut. Ana endi tabiat qo'ynida keldik. Mana akalarim, ukalarim, mana bu yerga nasib etsa inshaalloh qo'y so'yish jarayonini qilamiz. Mana chiroyli joyda topdik mana. Menimcha Perroda, bu yog'i dengiz bor. Bu yog'i Perroda, mana ukalarim bilan keldik yig'ilishib, ehsonimizni hozir so'yamiz. Ichiga alloh mana nasib etsa bismillahirrohmanirrohim deb mana buni boshlaymiz nasib etsa. Qassobimiz qani qassobimiz? Keling bera. Bismillahirrohmanirrohim. Keling qassobjon. Oling qani. Bitta qonjaloqlarimiz qayerda ekan? mana shu yerga. Ha? Shu yerga so'yiladi. Davay. Boshladik. Malol. Mana qassobimiz ham tayyor. Nasib etsa inshaalloh. Malol kelinglar, podpisчиклар, akalarim, ukalarim sofurda yurgan bayvoy akalarim, kelinglar ana sizlarga bayram qilamiz. Nasib etsa inshaalloh. Xo'sh. Boshlaymiz bayramni, so'yish jarayoni. Hammaga muborak bo'lsin ro'za Ramazon juma o'yla. Mana nasib etsa. Mana Farhod. Mana Farhod ukamiz. Do'stimiz. Bayramlaringlar. Rahmat. Operatorga 1,5 mingdan nima tashinglar, nars. Bo'ldi. Operator Bosib beringlar, bang'illatib, podpiska, like, podelitsani bosinglar. Ketdik, bismillah. Ana. Ketdik, boshladik qo'yish so'yish jarayoni. Pichog'im lezvoda ekan. O'zi ham tayyorlab kelganda o'zi nizom. Endi nasib etsa bu yog'i hozir yana video davomida yana olamiz nasib etsa. Hozir endi so'yib Geldin mi ya?